O'zbekiston bozorini o'zgartirib yuborgan va Xitoy bilan raqobat qila oladigan yagona tadbirkorimiz haqida bilasizlarmi? Najmiddin akamiz asli buxorolik, hozirgi kunda Arax mahsulotlarini 50 ga yaqinini chiqaradi va bu qurilish mahsulotlari sifati bo'yicha va arzonligi bo'yicha O'rta Osiyoni to'laqonli egallagan. Ishlab chiqarish jarayoni sizga qiziq bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ring. Biz sizga zavodni to'laqonli ko'rsatib beramiz. Qani ketdik. Aka, o'zingizni bitta tanishtirsangiz. Ishlab chiqarishingiz ko'rdik. O'zi qayerdansiz? Men asli Buxorodan, Toshkentga, endi ammo biz Toshkentga kelgan, o'sha armiyadan keyin 97-yilda kelib, shu institut tugatgandan keyin ishlamasdan shu tadbirkor sohasida kirganmiz shu xostalarga. Ilgari bu xostalar hozir Rossiyadan, Xitoydan olib kelardik 2015gacha. 16-yildan keyin bu ishlab chiqarishni qo'yganmiz. Mana shu yerdan shaharda joyimiz bu. Sekin-sekin shu hozir 150 ga yaqin odam ishlaydi. Bu 3-4 shogirdlar bu. Shu soha bo'yicha 2003-yildan beri ishlab kelamiz. Ayniqsa 2016dan buyog'iga shu ishlab chiqarishni qo'yib kelganmiz. Sizni misolingizda tadbirkorga birinchi o'rinda nima kerak? Tadbirkorga 3 ta narsa kerak islomga. Birinchi ideya kerak. O'ziga ishonch, o'sha yukni chiqarib sotishga o'ziga ishonch. Ikkinchisi xalq bilan ishlash kerak. Ham rabochi, ham o'sha kompaniya klub zo'r bo'lish kerak. Uchinchisi finans. Ikkitasi yetarli bizga. Ideya ham yetadi, xalq ham bu. Finansdan qiynalib noldan boshlaganmiz. 2016 minusdan boshlagan mana shu ishni. Shu darajaga keldik, Allohga shukr. Hozir kunda ana 150 ta odam ishlaydi. Ish yurituvchimiz bor, brigadir bor. Jamoat to'laqonli shakllangan. Eksport qilamiz, ichki bozorga eng arzon narsa chiqaramiz. Klientlarimiz juda ko'p. Shu kun chiqqan mahsulot ertaga qolmaydi bizga. Sizning raqobatchingiz ham bormi ichki bozorda? Bor. Raqobatchilar men nomini aytmaganlik. Hammani o'zining yaxshi klienti bor. Endi joy kelsa o'zi klientlar qaraydi, narx-navo kimniki arzon bo'lsa tanlab olaveradi. Raqobat borki o'sish bor ekan. Raqobat bo'lmasa o'sish bo'lmaydi. To'g'ri. Raqobat kerak har doim. Balikni materialini boshlanish jarayoni mana shu ipdan boshlanadi. Oldin ilgari bizga ana shu materiallar hammasi Xitoydan kelardi. Hozir mana 3-yil biz olib keldik. Mana shu O'rta Osiyoga balikni materialini biz ishlab chiqaramiz. O'rta Osiyoga bitta biz chiqaramiz. Rossiyaga ham eksport qilamiz, Qozog'istonga ham, O'zbekiston ichiga ham shu materialni o'zini eksport qilamiz. Bu apparat qayerdan? Xitoydan, hammasi Xitoydan olib kelgan. Ilgari o'sha 2016-yilga ishni boshladik. Boshlanishiga nima uchun Xitoydan olib kelganmiz. Shu materiallarni ham konteyner Xitoydan olib kelaydi. Keyin qaradik, bo'lmayapti. Keyin shu оборудование olib kelib, mana shu ishni yo'lga qo'ydik. Hozir materiallarimiz o'zimizdan chiqadi, hammasi 100% o'zimizdan chiqadi. Tayyor materialni ham sotasiz? Sotamiz. Tayyor materialni hozircha Rossiyaga ko'p chiqyapti, Qirg'iziston, Qozog'istonga so'rashyapti. Ichki bozorga ko'p talab. Bu talab ko'p ekan, yetkazib beralyapsizmi? Shuncha klient mijozlarga mahsulotingizni? Qanday desak, hozir bir smena ishlayapmiz. Kundan kunga talab oshyapti bunga. Kundan kunga. O'rta ana masalan ichki bozorning o'ziga hozir 2 ta 3 ta zakaz olganimizda o'zimizdan orttira olmaymiz. Endi xudo xolasa hozir ishni kuchaytiramiz, 2-3 smena qilib nasib bo'lsa bu yog'ini ishlayveramiz. Klient ko'p, juda talab ko'p. O'zbekiston ichki bozorni o'ziga uspet qilib bo'lmaydi. Mana shularni kechasi ham ko'paydi ishlataman-da. Bundan keyingi jarayon nima? Mana bu barabanga o'ralgan hozirgi iplar. Ona yo'ldan nariga ko'radik, mana barabanga ketirib qo'yadi-da, to'qishni boshlaydi mana dedi. Bu ham 24 soat ishlaydimi? 24 soat ishlaydi bular. Mana shu ayollar, qizlar bu, vaqti qanday desam, smena bilan 8 dan 6 gacha, 6 dan 12 gacha ishlaydi. Bu sutkasiga necha metr chiqaradi? 1200 metr. 2 ga ko'paytiramiz. Keyin qarang, hozir uni ham tushuntirib beraman. 1200 metr. Mana bu e'tibor qilinglar. Mana bu material chiqgandan keyin mana bu o'rtadan kesiladi bu, 2 ga bo'linadi. 1200 metr, 2400 metr bo'ladi. Bu ekonomishni bayranda, bu O'rta Osiyoga bu yerda yo'q bizga. O'rta Osiyoga ana shu Qozog'iston, Qirg'iziston, umuman O'rta Osiyoga bu shu Xitoylar kelib o'rnatgan paytda ham san qo'yapsan degan buni. Buni nechinchi yil olib kelgansiz? 22-yil ishladi. 21 ga juda qiynaldik yo'lga. Hozir qo'ydik, bilasizmi? Eng qiziqi menga Islomjon. Mana shu balikni hozir ko'rasiz, ishlab chiqaramiz. Kuniga
30 ming ziyod, 30 mingtadan ham ziyod baliq chiqaramiz. Bir kunda 30 mingta baliq chiqarasiz. Bitta razmeri. Ha. Shpateldan chiqaramiz 30 mingtadan o'sha. Bir kunda. Bir kunda. Nima uchun ishlab chiqarishning foydasi uka? Men hozir bilasizmi, O'rta Osiyoga любой joydan arzon berib bilaman. Xitoy bilan konkurent ham qilib bilaman. Xitoyni o'zi bilan qilaman. Chunki mana bu ip bizdan chiqadi-da. Ip mana o'zimizdan ham chiqyapti-da, o'zi yana bu rivojlanib ketdi-ku. Hozir 40 yil ilgari bilasizmi, Xitoydan olardi. Hozir bizdan olyapti. Rossiya ham Xitoydan olaydi bizga qaytgan. Chunki narx arzon. Arzon. Sifati qanaqa? Sifat birga bir. O'shalar Xitoynikidan yaxshiki, yomon emas. Undan afzal bo'lsa afzal, lekin yomon emas. Bir tarafdan ular yo'ldan yutadi. Masalan, Xitoydan ular bir oyga olib kelsa, bizga o'sha ikkinchi kun kirib oladi. Bugun furasini yuborsak, ertasi kuni rastamosha qiladi qilsa. Juda zakaz ko'p. Hozir zakaz bergan, juda bu yog'i sezonki uspet qilaman. Bu valikka material ishlab chiqarishdan tashqari yana nimaga foydalansa bo'ladi? Nima maqsadda? Bularni ana bu nimachilar ko'p olyapti bizga. Ana pol artaydigan nimalar chiqqan hozir. Ana shunaqalar olyapti. Bizga asosiy valik bu. Valikka moslashgan, kraskaga moslashgan. Shuni valikni o'ziga uspet qilaylik. Mana bu yo'q ham bu kattasi bir xil. Yo'q, bu maydasi bu. Mana bu kattasi. Ustiga qarasangiz ham 3 talik bu. Mana bu 10 talik. Mana bu ham двойной. Mana bu 2 barobar kattada undan. Bitta katta, bitta mayda qo'ygandik. Xitoylar o'zi germontaj qilib ko'ra bergandik. Eng men xursand bo'lganim Islomjon. Mana shu hozir 60 xil turdagi narsa ishlab chiqaramiz. Shuni ilgari hammasini Xitoydan olib kelganda biz 2016 gacha. 2016 ga boshlaganimizda shu kungacha hozir shu narsalar tamojniga ham bo'lib qarayman. Ne shpatel, ne valik kirish kamaygan. Chunki bizaniki arzon mahsulot. Juda arzon. ilgari o'zimiz ham olib kelib sotgan buni necha yillar, 10 yillab ketgan toshib. Bu yelkamizdan toshib olib kelganmiz. Xitoydan, Rossiyadan. No, hozir yomon emas. Shu stanoyda narxi qancha? Общий menga qarib 400 minglarga tushgan. Bu hammasi buni ichiga kiradi. O'sha vaqtda. O'sha vaqtda. Hammasi bular pechkalari, оборудованиялар ko'p ular. Bu yerdan mana bu rulon olib chiqiladi. Mana bu yerda chiqqandan keyin o'zi buni 2 ga bo'ladi apparat burada. Mana bu apparat qarang 2 ga bo'ladi. Razmer qo'yib qo'yasiz o'zi. Yo'q, o'zi razmeri bir xil, buni kompyuterlashtirilgan o'ziniki mana. Mana material keladi bu yerdan. Mana 2 ga bo'lib tushadi, qarang. O'rtadan kesib. O'sha o'sha uchun ekonomishda bu stanok. Bu ishlab chiqarishni ko'rayotganingizda qanaqa hissiyotlar o'tadi? Har bitta yo'q joydan mahsulot bo'lib chiqib ketyapti. Endi qanday desak, o'sha mevasiga keldik-ku, azobini yeb daraxtni katta qildik, 6 yil, 7-8 yildan boshlab. Endi mevasiga keldik. Bu yog'i buncha narsani o'zi bo'lmaydi-da qo'yishni. Bu bir, ikkinchidan mana har kun menga aytdim-ku, 20 mingta, 30 mingta vali, 20 mingta shpatel. O'sha bir paytlar Xitoyga borib, 20 mingta valiga olish uchun pul beraydik zalog, bir oy kutaydik. Ana shu kunlar esga tushadi-da. Masalan, bir konteyner yukni olib kelgancha 2 oylar vaqtimiz ketadi. Allohga shukr, kuniga bir konteyner chiqarsak ham bo'ladi. Yutug'imiz shu. O'zimizdan chiqyapti, yana 150 ta odam ishlayapti masalanda. Allohga behisob shukrki, sergacha erishdik. Ishlab chiqarishingizni ko'rsangiz dam olasiz o'zingiz, har chiqayotgan mahsulotingizni ko'rsangiz. Конечно. Har bir kishi ham o'zini kasbiga qiziqmasa, bu darajaga kela olmaydi. Bu sexda nechta odam ishlaydi? Bu yerda 2 smena. Mana bular o'zi obedga chiqgan bilan, bu 24 soat tinmaydi stanok bilan. Stanok 24 soat ishlaydi hammasi. Faqat ana bir рабочий ayollar smena bilan ishlaydi. Bu liniya nimani liniyasi? Bu liniya qarang. Mana shu eng oxirgi tavsiydan o'tadi-da. Hozir mana bulardan o'tadi-ku. Keyin mana bu yerda to'da bo'ladi bu. Keyin bu pechka, bu kiledan o'tadi bu. Ana u kile tushadi. Kiledan o'tib, bunga quritib, aynalib chiqib mana rulon bo'ladi mana bu yerga kelib. Tushunarli. Mana bundan o'tadi. Bu ana buni materialni, mana bu kile qarang. Qani qattiq. Ana uni ushlasangiz hozir o'tmagan. Muloyim. Tushunarli. Tushundingiz? Mana bu kile ushlaydi. Bu valik tomoniga yopishadigan tomoni. Ha, rahmat. Kraska qiladi. Mana bu shuning uchun bu ham kilelaydi, ham buni tortib beradi, ham mana bu paqaytirib beradi nimasini, ham tagini kilelab quritib beradi bir marta. Zo'r. Endi buni har zoti yo'q olmaymiz. Hozir mana bu yoqdan zapas qiladi-da bular. Bir yoqqanga bu ancha ishlash kerak-da. Bu
deylik bir haftalik ob'yomda bir kunda chiqarib beradi. yarim kunga chiqaradi, yarim kun. 4 soatga chiqaradi. Bir hafta ishlagan mahsulotimizni yo'qsa agar bir 3 soat, 4 soatga chiqaradi. Zo'r. Bu tomon liniyamiz nima liniya? Bu amasirkata shu man bu yerdan shpatelni temirlari ketadi. Mana lazerni stanoklar kesadi o'zi. Ha. Bu yerda shpatel shu. Ha, maxsus lazerni kesuvchi joy. Shpatelda necha xil razmerda ishlab chiqarasiz? 10 xil. 10 xil razmerda. Mana bu apparat o'zi kesyapti lazerni. Hozir mana bu razmerga qo'yilgan. Taroq ham chiqaramiz. Tekstdan ham mana bu kompyuterda o'zi qaysi kerak bo'lsa bo'ladi, reklamka qilib turadi. Bu soatiga qancha chiqaradi? Soatiga 1000 ta. 24 soat ishlaydi, 24 mingta mana bu chiqaradi. Mana bu kesib, mana bu teshib beradi. Keyin bu dastalarni nariyoqqa qo'yadi. Bu shpatellaringiz bir martalik shpatellarmi o'zi yoki mnogorazoviymi? Yo'q, mnogoraz ishlayveradi ular. Ha, uni ustalar bir marta ishlab, uni yuvib qo'yib, ertasi kun yana ishlataveradi. Mana bu yoqda shpatelni mana bu dastalari chiqadi, termoplastlardan. Ha, bitta quyasiz. Mana. Hammasi o'zimizdan chiqadi mana. Shpatelni mana bunisini mana bular chiqaradi. Ishlab chiqarishingiz juda katta ekan, Najmiddin aka. Katta 150 taga yaqin odam ishlaydi bizga. Mana bu kiradi o'z joyiga mana. Kirdi. Keyin bu ikkinchi jarayoni mana bu yerda qora rezin qo'yiladi, qo'lni og'ritmaslik uchun. Mana bundan chiqqan mahsulot nariyoqqa o'tadi. Nariyoqdagi stanokka buni bitta qo'yib oladi. Bu probka, balikni o'sha mayda balik ham chiqaramiz-ku biz. O'shanga bunday kiradigan probka turbaga. Bu sex ham 24 soat ishlaydi. 24 soat. Hammasi stanoklar o'chmaydi. O'chmaydi. Redki biro 2 oyga bir ana maslasini almashtirishga o'chirilmasa. Ha, bunga siryoni qayerdan olasiz? Granulalar. Aslini O'zbekistonda. Sho'rtan. Sho'rtandan Qoraqalpoqdan. Sho'rtan ana zavod bor-ku, Qarshidagi o'shandan. Xo'p, endi bu yerda hammasi plastmassa mahsulotlar chiqaradigan sex bu. Sex bu. Ana shu plastmassa dastalarni ana o'sha sariq chigandan keyin mana bu qorani qarang, shpatelni dastasi sariq chiqib olganda-yu, mana ustiga rezin qo'yadi. Ishlaganga qo'lni og'ritmaydi-da bu rezin. Muloyim. Lekin sifati ham yaxshi, og'irgina, qattiq. Ya bu hammasi bu nimadan laboratoriyamiz bu texnologiyalar o'tkazib, buni grammlarigacha qo'shmaydi bu, bir xil chiqadi. Bu hech qo'chish bo'lmaydi bu. Buni nima urishini u yoqda ko'rsatamiz. Bir kunda 30 mingga yaqin shpatel ishlab chiqarish. Qoyil. Juda, hali bu boshlanish desam ham bo'ladi. Kundan kun klient ko'payapti. Aytaman, hozir Qirg'izistonning zakasi juda ko'payib ketdi. Qozog'iston o'sib qilmayapti. Ichki bozordan olmayapmiz-da ishlarimizni. Bilasizki, ichki bozorga o'zi yetadi bizga. Undan qarasangiz, eksport ham bor-ku. Buni necha mingtaga yetkazmoqchisiz? Niyat birga bir, kamida. Ya'ni 30 mingta bo'lsa 60 mingta chiqadi. Talab bor lekin bor. Talab juda ko'p. Stroyka o'zi birinchi o'ringa ketadi. Hamma nafaqat biz O'zbekiston, yana Qirg'iziston ham stroykasi ko'p. Bular hammasi stroykaga ishlaydigan asbob-uskunalar. Albatta. Bu balikana bu yo'qlar, sho'tkalar, makrovitsa ko'p asortiment. Buni qiladigan ishi asosan nima hozir? O'sha qora rezinni qo'yapti. Qora rezin qo'yib beradi. Mana qolipga qo'yapti. Bular smena bilan ishlaydi 24 soat. Mana bu sex balikni ichiga turba bo'ladi-da. O'sha turba ham o'zimizdan chiqadi. Ha, balikni ham o'zingizdan chiqarasiz. Bu shnek. Mana turba o'zi chiqib turadi. Bu o'chmaydi. 24 soat mana har xil razmerda kerak bo'lsa, razmerni almashtiradi. Bundan soatiga necha ming metr? Bu ham avtomat o'zi ishlar ekan-a? Buni apparat o'zi ishlaydi. Buni sanog'ini endi texnologiyalar biladi. Bu ana bir razmerga qarab chiqadi-da buni. Sifat zo'r. Bir xil bilasizmi, bizning sifatga qarang. Xitoyni baligini nima olib kelardim ilgari? Men bunday qilsam qo'lim kirib ketadi, botib ketardi. Qattiq. Bot, mana qarang, luboy ushlab ko'ringlar. O'sha uchun ham klient ko'p bo'lyapti-da. Albatta. Mana buni qattiqligini, sifatliligini qarang. Haqiqatda zo'r. U o'zingizdan ortmasa kerak bu mahsulotdan. Yo'q. O'sha uchun kundan kunga Qirg'iziston ham hammasi qaytyapti bizga. Sifatga e'tibor qilish kerak-da. Uni masalan, birinchi Xitoyga aytaman, olib kelgan payt balikni olib kelaydik. Bu ham kraska qilsa mana botib ketardi, ishonasizmi? Qaychagandan keyin kraska qilib bo'lmasdi. Bizga mana shu imini, mana shu razmerdagi baligimiz ham juda qadar 30 ming dollar mana shu razmerda chiqadi-ku. Xitoy bilan narx bo'yicha ham, sifat bo'yicha ham, ishlab chiqarish soni bo'yicha ham bemalol raqobatlasha olasiz. Meni raqobatim Xitoy. Xitoy bilan raqobat qilaman. O'zbekistonga men sizga aytaman, 100% avvalambor birontasi mendan arzon bera olmaydi. Eng arzon men beraman.
Xitoy bilan raqobat. Ana shu valigini stanogini qo'ygandan keyin bu darajaga erishdi. Ilgari bo'lmasa materialni biz nimadan olib kelaydik Xitoydan. Bari ulardan chiqaydi. Hozir o'zi bizdan chiqyapti. Agar sizga O'zbekistondan olish imkoniyati bo'lsa, kutmaysiz. Raqobat sifat bo'yicha ham, narx bo'yicha ham Xitoydan ancha arzon bo'lsa, nima uchun Xitoy bilan ishlashingiz kerak? To'g'rimi? Rahmat sizga. O'zimizga ham qilsa bo'lagan deyman-da. Bu nafaqat o'ylashdi. Men bu sohaga 2003-yildan bu sohadaman. To 2009-yilgacha Rossiyadan. 2009dan 2015-yilgacha Xitoydan yelkaga tashiganmiz bu narsalarni. Konteynerda 2016dan keyin mana zamon o'zgarib, ishlab chiqarishga prezident bo'lgandan keyin bizning ishlarimiz bitta bu stanovlarni keltirib qo'yishni boshladik-da. Qilsa bo'lar ekan-ku deyman-da. Yana bitta narsani aytaman. Mana shu patel mahsulot bor-ku. Men hozir 0.32 sent eksport qilyapman-da, narxi. 0.32 sent eksport qilyapmiz. Men 2012-2013-yilda kitobim bu ko'rsataman sizga. $1.15 Xitoydan olib kelganmiz. Ana narxga e'tibor qiling-da. 4 barobar arzon. 5 barobar arzon, 4 barobar arzon. Xitoy rivojlandi deymiz-ku. Bu bizlarni zo'r kiygizib yotgan ekan-da bular. Qarang, $1.15 dan Xitoyga pul berib, uni 15 kun 20 kun ochirat kutib olib kelganmiz. Yana yo'liga pul yo'l to'laysiz, rassamashga qilasiz, sotasiz, ustiga qo'yib 5% dan. Qarang, o'zimizga ishlab chiqarishni qo'ygandan keyin narx qanchaga tushib ketdi? 0.32 sent O'zbekistonga qancha bo'ladi? 0.32 sent. O'sha 100 lik patenni shunchadan sotyapmiz-da. Ichki bozorga eksport ham shunaqa qilyapmiz. Xitoy qarang, necha barobar, 400 barobar foydaga ishlagan bular. Bor. Kiydirib yurgan ekanda. Hoy. Men bu yerda nima suv oqib ketgan joy? Stanovlar hammasi suv bilan ishlaydi. Ha. Stanovlar bu suv filtratsiya aylanib, o'ziga o'zi aylanib turadi. Ha, filtryapti buni. Yo'q, bu salqin bo'lib turishi uchun bu. Basseyn suv stanovlarni aylanib turadi. Va qizadiku suv. Mana bundagi soviydi. Mana bu skalat, cho'tka, maklavitsa dedim-a. Shularni ishlab chiqaramiz. Mana kraska qiladigan shotka chiqarasiz. Kraska qiladigan 10 xil turdagi shotkalarni chiqaramiz. Qarang. Haligi kino bor, bilsangiz. Duo qilsa tevadan pullar tushadi. Shu. Xuddi shunaqangi. Dollardan bular. Mana o'zimiz hammamiz shu Arax deb chiqaramiz, o'zimizning bir kalam namasini Arax. Qarang. Mana shu shotkasi narxi qancha? Uni bu qarashim kerak. Endi har xil narxlar bor. Ana 50 sent ham bor, 70 sent ham bor, dollar ham bor, hajmiga qarab narx o'zgaraveradi. Qo'yil. Buni продаж narxda nechta xodim ishlaydi? Joyda katta ekan. Katta joy, bir odam ko'p ishlaydi. Hozir ko'p aytaman, obedga ketdi, mana Siryo yetishmovchiligidan javob ham berganman o'zimda odamlarga. Siz Siryo yetkazolmayapsiz? Siryo yetkazolmayman. O'sha iqtisodga bog'lanadi yana. Odamlarda sotuvda muammo bor, odamlarda mijoz topishda muammo bor. Bizda ikkalasida ham muammo yo'q. Bu ishlab chiqarishimiz quvvat shunchalik kattaki, Siryo yetkazib bera olmayapsiz. Siryo yetkazmayman. Ishlab chiqarishdan muammo yo'q, sotishdan vosh muammo yo'q. Mana bu yerda serpanka chiqaramiz. Serpanka bu ham shkatorkaga ishlatiladi. Bu ham sizdan ishlab chiqariladi. Biz ham o'zimizdan chiqadi. Mana bu har xil svetmi, mana 10 metrlik, 20 metrlik. Mana svet noyimdan chiqaramiz buni. Qurilish bilan shug'ullanayotgan akalarimiz mana haqiqiy birinchi qo'l zavodi. Narx O'rta Osiyo Xitoy narxidan ham arzon. Beraman mana shuni. Mana qo'ying. Bitta shundan borku, arzon topsamanga O'zbekistonga men yarim bahosidan ham pastga beraman. Qo'ying. Narxiga kelaversin. Javob beraman. Qo'y. Nafaqat O'zbekistonda, O'rta Osiyoda. O'rta Osiyoda topsa. Xitoy bilan konkurent. Mana shu darajaga Alloh yetkazdi. Xitoy bilan konkurent qilamiz. Mana shundan kesilgan olib bering bitta. Mana bu razmerlardan ham chiqaramiz-da, maydalarda. Mana bu razmerlardan. Bu haligi o'sha stiklarga yopishtirib, ustidan shkatorka ketadi-da. Voy. Bunimi Siryosi ham o'zidan chiqadi? Hammasi o'zidan chiqadi. Zo'r aka, zo'r. Har xil bu razmerlar har xili bor. Maydasi, kattasi. Aka, maylimi savol bersam, sutkasiga nechta ishlab chiqadi yoki soatiga? Hozir bu 10 metrli ruloni bor, 50 metrli ruloni bo'ladi. Agar 10 metrli rulondan bo'ladigan bo'lsa, bir sutkada to'xtamasdan ishlaydigan bo'lsa, mana misol uchun 8 soat. Bitta smena 8 soat hisoblanadi. 150 ta rulon mana shundan chiqarsa bo'ladi. Bir sutka 150 ta rulon. Bitta smenada 8 soatda. 8 soatda. 3 ga ko'paytiringda shu. 3 ta smena ishlaydi. 360 ta chiqarganda. 360 ta rulon degani.
Bu nimadan 50 metrlikdan 100 ta rulon o'rasa bo'ladi 8 soat ichida. Bittasi necha metr? 10 metr. Bu 10 metrlik. 10 metr 50 bo'lsa, metrlik ham bor. 3600 metr chiqar ekan bir sutkada. 50 metrlik. Mana bular ham bor. Mana bu apparatlar, ana ular bunda kesib beradi. Bular ham shtugi bo'lancha. Buni ham savdosi zo'r. Savdo yetishtirib bo'lmaydi. Hozir kerak bo'ling stroyka, xudoga shukr. Mana bu simxona, shu balikka ishlaydigan. Mana qattiq. Mana bu apparat o'zi ochib, rezni ochib beradi-da. Qo'lda ham ochadi. O'zi qayishtiradi mana apparat. Mana shu apparat. Keyin mana bu urga rezni ochadi, bo't bog'lash uchun. O'zi rulonda keladi sim mana. Bu soatiga nechta qiladi? Bu ham 20 mingta qiladimi? Ko'p hamdaji. Bundan ko'p chiqadi. Mana bunisidan sutkasiga 20 mingta, kattasi bor. Undan 20 mingta mana shundan ketadi-da. Buni har xil razmeri bor, hali kattasi yo'qda ekan. Sim bo'lgandan keyin dastani nariyoqqa qo'yibdi-ku dastani. Mana bu holatga keladi. Mana rezva ochilgan. Keyin mana shu holatdan balik sexga o'tadi. Biz ham yoshligimizda ustachilik qilganmiz-da. Hech bo'lmaganda uyimizni ishlatganmiz. Hozir aytaman. Mana eng nimasi bo'shab ketib, shilqillab. Yo'q, mana qo'ning, luboyni oling. Mana buni uchi bukilib ketardi. Hozir buni baquvvat mustahkamligini qaranglar-ey. Qarab shunday. Qismni qarang-da. Qancha nagruskani ishlasa ham bu qat bo'lmaydi-da. Bo'lmayapti, to'g'ri. Ustolarga qulay bu. Mana chiqib ham ketmaydi. Arakis deysizmi? Arakis. Arakis mahsulotlari shunaqa sifatli bo'ladi, esdan chiqarmanglar. Balik sex mana. Bu endi oxiriga tayyor bitadigan sex bu. Bitadigan sex. Balik endi ishlab chiqarib keladi. Simi, dastasi qo'yilib kelib, mana bu yerda sabrat bo'ladi. Ha. Umumiy hisobda 60 ga yaqin mahsulot chiqadi. 60 xil turgan, har xil 60 ga yaqin bor hozir. Niyatimiz shuni kattalashtirish. Yana shu sezon o'ziga 20 xil qo'shsak bo'ladi. Yana qo'shimcha savol. Bu juda katta maydoningiz bor ekan. O'zi zavodingiz necha gektarli joyi? 1 gektar, Rona 1 gektar. Hamma joy ishlaydi ekan. Hamma joy ishlaydi. Skalatlar hamma joy ishlaydi. 60 ta, 70 ta mana bu kolonna aytib ketaylar. 44-kolonna bor-ku, mana bu jazoni o'taydigan qamoqxona. Shuni ham shartnoma qilib olganmiz, 70 kishini 3 smena ovqatini beramiz. Mana shu yerda yotib turib ishlaydi. Shu mahal ovqatda yotoqxonasi ham bizada, hammasi bizada. Zo'r. Mana balikning o'sha material kesiladi mana bu yerda. O'zining razmerida hammasi. Mana razmerda kesiladi, mana tikib bichiladi. Qarang, ishlab chiqarish ko'zni quvontiradi. Hamma qaynab ishlayapti. Hamma ishga sal qiynaldi, og'ir mehnat yo'q, ustoz. Ayollar, asosan bizga yoshlar, qizlar, ayollar, studentlar o'zana javob bergandan ko'paydi. Shu mahallaning ayollari 70 dan ziyod ayol qizlar bor. Hozir 152 ta xodimni ish bilan ta'minlagansiz. 145 ta oldi. Hisobini olsa. 70 ta ulardan, yotib turadiganlardan 70 ta yoshlar, ayollar, kam ta'minlangan oilalarimiz bor, ular yordam qilamiz. Bu sexingiz o'zida bir 50 ta odam ishlaydi ekan bu joyda. Bor, 50 ta bor. Ichiga kirgizilyapti. Ha, buni probkalari tayyor bo'lgan, ana o'shadan keladi hammasi. Mana tayyor, mana bu yerda tayyor bo'lyapti mana. Ya, ana bu yoqda tayyor. Ana oxiriga taraydi, upakovkani kiygizadi. Bu taralmaganda. Ana bunga qarang. O'zana taralganiga qarang-da. Taralab keyin upakovka. Taralash jarayonini ham bittasi bilan ko'raylik. Mana bu stanokdan, mayda razmerdagilar stanokda chiqadi. Bu hamma liniyani Xitoydan kelgan. Hammasi Xitoydan. Nechinchi yil olib kelgan? 2016-yil. 2016. Buzilish ehtimoli bormi? Ha? Buzilmaydimi? Yo'q. Soatiga. Endi 2016 boshlagan bo'lsak, bu o'rtaga bir paytda yangilandi. 19-yilmi, 20-yil. Eskilarini nima qildik? Chiqarib oldik. Ha, mana bu holatda taraladi, ha? Mana oxiri ketadi mana. Keling, men bittasini taray. Taralish jarayoni mana bunaqa bo'lar ekan, qaranglar. Ko'rdingizmi qarang? Zo'r. Ha, bitta unda ushlansa bo'ldi. Ha, bitta yetadi, ha, o'sha. Ha. Buni qaranglar, sifatliligini qaranglar. Ham o'zim ishlash ham yoqar ekan odamning o'ziga bitta. Mana oxirgi etap mana bu yerga etiketga urilib, tamom. Ha. Oxirgi etapida bu etiketga qara urilibdi, etiketni. Mana. Ha. Bu oxirgi jarayoni. Bir xilga ishlab chiqarishni ko'rdim. Bitta valiyni yonida 4 tadan va shunaqasini berishardi. Ha, bor bu ham. Bu ham Mana. Bizda bo'lib ber, nabor. Mana. Bitta mana bu ishlataman Arakis. Mana bu zapas bular. Aka, menda bitta savol tug'ildi-da. Men hozir siz ishlab chiqarishingizni ko'rib,
To'g'risi rohatlandim. Aha. Agar meni hozir imkoniyatim bo'lsa, siz bilan hamkorlik qilishga tayyorman. Mabodo agar sizga kimdir men sizga investitsiya kiritsam, o'sha 300 mingmi, qancha 500 mingmi, qanaqadir hamkorlikda ishlash istagini bildirsa, siz qani Uni Islomjon endi bilasizku, har xil odam bu. Uni bir gaplashish kerak-da. U odam har xil odam bilan ishlash mumkin-da. Yo'q, misol uchun bor ishlaymiz. Ishlayverasizmi? Investitsiya kiritsam, bu yoq sezonda aytaman-ku, hozir masalan $1 million oborotim bo'lsa, 300 ming, 400 ming yana kiritsak, ishni 2 barobar ko'chirib bo'ladi. Unga ham foyda bo'ladi, bizga ham bo'ladi. Mana tayyor ish. Bu ishonch narsa. Bu chirilmaydi, sasimaydi. Bugün klienti o yillamaz o'zining egasini topgan. Mana shu kun chiqqan mahsulot shu bugun ketadi. Endi realizatsiya bu, boshqa bu, eksportlar bu bor. Skalatga zapaslarimiz bor. O'sha bizaniki yana avgust oyidan juda katta sezonimiz boshlanadi. Tushunarli. Bu avgust sezonga kirguncha siz Siriyoni bosib qo'ymoqchisiz. Ha, hozir Siriyo olishimiz kerak. Avgustdan boshlanadi sezon. Avgust to yangi yilgacha. 4 oy mana hozir men nimaga qiynalaman? Shu pul kamligidan, oborot kamligidan. To'g'risi aytsam, nima uchun shuncha yillarimiz kam deysiz? Aytdim-ku, mana shu oxirgi olib kelgan oborotim $900 ming tushdi. Buni kredit qilgandim-da, shularni yopdim. Shuning uchun oborot bo'lyapti, ana kelasi yilda masalan, Xudoga shukr 100 ming, 500 ming zapasam yotadi. Hozir sezon o'tmasligi uchun nima qilmoqchiman? Bozorda to'laqonli egallash uchun Shu. zo'r ishlab chiqarishingiz zo'r ko'p tegmasin, zakaz. Afg'onga ham olib kelishdagi bormi? Afg'onistondan Hozir bizni Afg'onistondan ko'rayotgan tadbirkorlarimiz ham bor. Afg'onistonlar juda qiziqgan. Bundan 3-4 yil oldin jo'natganmiz. 21-yilda shu pandemiyadan keyin to'xtab qoldik. Undan oldin juda ko'p bo'laydi Afg'oniston. To'g'risini aytsam, o'zimdan hozir klientlarimdan ortiqni bilmayapman. Afg'onistonga ham niyatim bor ishlash. Qani o'sha odam ham bir yaxshi hamkor bo'lsa, sizlar yuristlar aytsangiz ishlaymiz. Mana mahsulot bor, ishonchli. Hozir agar narx bo'yicha Afg'onistonga va'da qilib aytaman, O'rta Osiyoga men eng arzon narxda beraman. Mana aytdim. Xitoy bilan konkurent. Agar Xitoydan arzon bo'lsa, qimmat bo'lsa, o'sha Xitoy narxidan ham arzon qilib beraman. Hozir aytyapsiz, o'zimizni O'zbekiston ichki bozor va bir ikkita joylarimga yetkazib bera olmayapman deyapsiz. Yana o'sha masalaga agar siz investitsiya bo'lsa, Afg'onda ham boshqa davlatlarga shu. O'shacha hozir men Afg'onga kelgan oyiga senga 100-200 ming dollarlik tovar qilib beraman deb nima uchun aytib bilmayman. Shu yetishmovchilik bor-da bu yoqda. O'zimning klientlarimga zo'rg'a yetkazaman. Mana studentlar bizga ishga chiqqan. Bular to sentyabrgacha 20 ta 30 ta studentlar ham ishlaydi. Mana bu shpatel sex. Ha, bu o'sha shpatelni tayyor bo'ladigan joy. Endi upakovka bo'ladi mana. Mana bu temiri ko'rsatib temirini mana araks bo'lib chiqadi. Hammasi ana shundan 30 ming dona chiqaradi. Bir kunda 30 ming. 250 korobka. Mana bu salonga o'tib qilolmasa, klient ko'payib ketadi. Qo'lda ham ishlaydi. Mana araks bo'lib chiqadi o'zimiz birga. Sifat zo'r. Nima uchun araks qo'ygansiz? Endi bu nimasi uzun. Shpatelni olish payti shu bir ishimiz aytdiki, araks oldin shu Daryo nomi araks bo'lgan ekan dedi. Men aytdim, shu yoqib qoldi boshqa. Daryoda oqib. Ha, daryoda keng bo'ladi dedi. Shunday deb tushuntirgandi ular menga. Zo'r aka. Bu yerda zavoddan chiqqandan keyin mana bu razmerda kesiladi o'zi. O'sha valing razmerida turba kesiladi. Mana bu yerda bu qanaqa set? Bu shpatelni o'sha rulonda bo'ladi. Rulonda ana shu metal Xitoydan keladi-da bizga. Mana shunga pul kerak bizga. Mana bu rulonda keladi. Shpatelni razmerida kesib chopib beradi. Hozir lazerni stanok qilyapgan-ku. Svet qilolmaydi-da u. Bitta uni tezlik yetmayapti. Assortiment ko'p-ku. Bu stanok qattiqga juda og'ir. Bular hammasi Xitoydan 2016-yil deyilgan. Hozir sekin lazerga boshladik. Endi lazerlashtiramiz o'zimiz. Shpatelni turi ko'p-da, Islomga. Uni qayerdan olishim? Bu bitta razmer, bu bitta razmer, bu bitta razmer mana shunday keladi. Kelajakda yana yoniga nima ishlab chiqarish qo'shimchasi qilmoqchisiz? Kelajakdami? Niyat mana shuni aytaman-ku, ko'paytirish. Mana shu stroy material bundan keyin stroyga ko'p bo'ladi. Buni hozir 60 xil bo'lsa 150 xil nima qilsa bo'ladi. 150 xil turgan mahsulot chiqarsa bo'ladi. O'sha o'zining qolumlari bu boshqasi bu shularni ko'paytirsak bo'ladi. Bilishimcha oldin kurchatirlar ham ishlab chiqargan. Ha, bizlar u to'xtab turibdi. Rezetka kurchatir, juda ko'p patron, vilka, traynik hammasini qolubi bor.
u yoqda 45 ta 50 talar nogironlar ishlagan bizga. Hozir ham ishlaydi 5-6 tasi. Uni nimaga hozir ishlab chiqarmayapsiz? Yana shu savolga kelamiz-da. Bilasizku, finans dedim. Hozir bor e'tiboringizni bu yoqqa qaratgansiz. Hozir shunga isbot qilaylik. Bu o'zi bo'lmaydi, Islomjon har kun 2 kamaz yuk, masalan 15 ming, 20 ming dollar, bir oyga 400 ming, 500 ming dollar yuk ishlab chiqarish uchun bundaqa 500 ming dollarlik ishlab chiqarsangiz yuk, uchta 500 ming kerak ishlab chiqarish. O'zingizdan tadbirkorlik bilasiz. Chunki nima uchun? Tayyor yuk turadi. Mana bu yerda zapas turadi. Xitoydan ana metal masalan hozir menga 50-100 tonna metal bo'lsa, hozir Xitoydan yana 100 tonna olishim kerak. Yo'l bor u kelgancha. Tugab qolmasdan oldindan olish kerak. Shuning uchun ishlab chiqarishga sarmoya ko'proq kerak. Agar siz bilan hamkorlik qilmoqchi bo'lgan odamlar bo'lsa, masalan, yuki olish talablarida bo'lsa, ularga qanaqa klientlar Afg'onistondan nima bo'lsa, ishlaymiz. Shartimiz yo'q, ular bilan gaplashiladi. Shartnoma qilib, narx bo'yicha men O'rta Osiyodan Duvoy zavoddan arzon qilib beraman. Shuni ayta olaman hozir. 150 ta odam shu yerdan non yeydi-da bizada. Shu yerdan yotib turadi, shu yerdan yeydi. Shu xalq uchun ishlaymiz biz ham. Yana nimasi bor bunda? Tadbirkor endi uni ham o'zi bo'lmaydi-da. Buncha xalq masalan yeb ichishi bor, kelib ketishi bor, oyligini vaqtiga olishi bor. Bular uchun avvalambor men shuni o'ylayman, tadbirkorlikni o'zi bo'lmaydi. Uni o'ziga yarasha qiyinchiligi bor. Mehnat. Yangilik, ideya izlanish, ishlab chiqarish shunday narsa ekan. Bir joyga qotdingmi qotaygan. Uni har kun yangilik kerak. Yangilik qilamiz, assortimentlar ko'payapti. Ana Xitoydan olgan narsalar ham klientlar ham Qirg'iziston masalan yaqin Xitoydan oladi, bizga qaytdi. Qozoq ham shunday. Tojikistondan so'raman, oldindan oladi bizga. Bu hammasi mana shu o'zi bizlarning ochiq g'ozi hamma tadbirkorga hamma narsa ochiq bo'ldi. Hamma sharoit bor. Ilgari u 5 korobka narsani o'sha 2015-yilgacha 10 korobka o'zimizning tovarimizni bozorga olib borolmaydi. To'g'ri gapda. Hozir sharoit zo'r emas. Najmiddin aka, maroqli suhbat uchun rahmat. Ishlab chiqarishingizga ko'z tegmasin. Juda ham havas qildik. Rahmat. Xudoga shukr, biznesingizga yanada rivojlanish tilaymiz. Rahmat. Kichik biznes uyushmasi, Savdo sanoat palatasida qanaqa yordam kerak bo'lsa xursandman. Savdo sanoat palatasidan xursandman. Chunki ana hozir ko'raman, ko'p sizlarning internetlarni qilayotgan yordamlaringizni. Mana shu kuchayish kerak. Bosh bo'lish kerak-da. Tadbirkorlar zo'r, ana Muzaffar aka ko'p intervyu qilyapti. Sizni ko'raman. Mana shuni auditoriyani katta qilib, tadbirkorlarni jalb qilib, qancha uchrashuv ko'p bo'lsa, shuncha rivojlanish bo'ladi. Rahmat. Bizni kuzatishda davom etinglar. Keyingi safar qaysi biznesda yoritib berishimizni xohlaysizlar, kommentariyada yozib qoldiringlar. Sog' bo'linglar.